Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan baqlajonli go'shtli achchiqqina salat tayyorlaymiz. Birinchi baqlajonlarimizni yuvib, po'stini archib, katta-katta bo'laklarga bo'lib chiqamiz. Idishimizga tuz solib, suv solib, baqlajonlarni bo'ktirib qo'yamiz. Biroz turgach, suvini to'kib yaxshilab quritib, kraxmal bilan aralashtirib olamiz. Qizib turgan yog'imizda tillarang bo'lgunicha pishirib olamiz. Endi salatimizga bodring, pomidor, bolgarskiy hamda qovurilgan baqlajon, qaynatilgan go'sht, chesnokni solamiz, ustiga soya, paprika solamiz, kashniy urug'i hamda yog'. Kalyahni bir necha turda chiqqan souslarni ichidan achchiq qalampirli shirin sousini tanlab olamiz. Bu salatimizga yana ham o'zgacha maza beradi. Ko'kat va ko'k piyozlarni qo'shib, qo'limiz bilan yengil-yengil aralashtiramiz. Salat tayyor deb o'ylamanglar, tuz qo'shish esimizdan chiqibdi. Ozgina tuz qo'shib yana bir marta aralashtiramiz hamda dasturxonga tortishimiz mumkin. Yoqimli ishtaha.